Assalomu alaykum. Albatta, aytganingizdek o'yin qiziqarli bo'ldi. O'zi kutilgan o'yin edi. Ikkala jamoa ham yaxshi jamoa, Neftchini bilamiz endi. O'tgan yilgi chempion, hozir ham yaxshi darajani ko'rsatyapti. Qiyin uchrashuv bo'lishini bilardik, lekin yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Yaxshi o'yin bo'ldi. Yigitlar yaxshi o'yin ko'rsatdi. Albatta, alamli bo'ldi oxirgi soniyada gol qo'yib yuborganimiz, chunki qattiqdir balkim haqli edik bugun g'alabani olib ketishga. Imkoniyatlarimiz ham bo'ldi. Ayniqsa ikkinchi bo'limda yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. 1-0 urishimiz kerak edi. Urmagandan keyin qattiqdir konsentratsiya. Balkim Neftchi ham bitta golga haqli edi, значит, kirgan bo'lsa. Umuman olganda yaxshi o'yin bo'ldi. Ikkala jamoa yaxshi o'yin ko'rsatdi. O'zi Farg'onada o'ynash oson emas. Lekin unga qaramasdan bolalar menimcha etgan ko'rsatmalarni yaxshi bajarishdi va albatta muxlislarimizga ham rahmat aytaman. Shuncha muxlisimiz keldi, bizni qo'llab-quvvatlagani, dalda berishgan. Albatta ularga rahmat aytamiz. Ularga g'alaba taqdim qilmoqchi edik. Durang bo'ldi. Keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'ramiz. Umuman menimcha har bir kelgan muxlis bugun yaxshi o'yin guvohi bo'ldi. Menimcha sizlar ham. Rahmat. Rahmat, savollarga o'tamiz, marhamat. Nimaga kreativ? Jiyanov ilinch bo'lmasdi. Prinsipi chiqqan bolalar yaxshi chiqdi. Menimcha quvondik. Endi albatta ko'rganingizdek, baribir bugun dim havo bo'ldi. Maydonda men endi yonida turibman, o'zim terlab turdim. Yugurish baribir kuch sarflaydi. Shuning uchun освежить qildik, quvondik chiqdi. Bu yoqda Komil o'zgarishga chiqdi, ozgina kuchaytirdik himoyani va shoh chiqdi. U ham o'rtaga chiqdi. Menimcha u yaxshi chiqdi. Hammasi yaxshi chiqdi menimcha. Prosta imkoniyatlarimiz bo'ldi. Ular chiqqandan keyin imkoniyat bo'ldi. Koja chiqqanda koja hal qilish kerak edi. Qattiqdir balkim Neftchini o'ynab ketgani uchun aniq qilmadi. Endi bu hazili, в целом menimcha hamma bugun har bir bola maydonda yaxshi harakat qildi, borini berishdi. Shuning uchun bolalarga bu tarafdan albatta rahmat aytaman. Rahmat. Savollar? Abbosda travma yo'q edi. Shunaqa trening shtabini qaradik, qaysi pozitsiyaga kim chiqishi mumkin. O'shanga rotatsiya qildik, chunki bilasizlar, zaxirada faqat 20 futbolchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'ylab qarab shunga xulosa keldik. Prinsip har o'yinda qarab kimgadir pauza berib mana shunaqa qilyapmiz, rotatsiya qilyapmiz. Jiyanov albatta bilamiz nimaga qodirligini, o'shaning uchun qaysidir epizodlarda qanaqa o'ynashini albatta aytdim. Hujumda ham, himoyada ham, o'shaning uchun hamma jamoa himoyaga ham yordamlashdi. Albatta birinchi bo'limda goldan keyin taym oxirida albatta Neftchida yaxshi hujumlar bo'ldi. Albatta ozgina o'zimiz xatolarimiz bo'ldi. Lekin birinchi bo'limdan keyin to'g'ri ko'rsatma berdim. Ikkinchi bo'lim menimcha deyarli yaxshi o'ynadik. Xatolar kam bo'ldi. Shans ham kamroq berdik. Faqat o'zimizda o'sha bo'lgan shanslardan yaxshiroq foydalanishimiz kerak edi. Albatta birinchidan baribir ko'p futbolchilar almashyapti, kelyapti. Bunga ozgina vaqt bo'lyapti, chunki hamma har xil sostavda kelyapti, keyin qo'shilishyapti. Koja albatta Jaloliddinov qo'shildi, u ham terma jamoadan keyin kelgandan keyin deyarli hech nima qilmadi. O'shaning uchun ancha vaqt endi sekin formaga kiradi. Albatta shu ko'p baribir bir-birini tushunish uchun biz ham qarayapmiz, unga imkoniyat beryapmiz, bunga imkoniyat beryapmiz, har bir o'yinchiga shans beryapmiz, ko'ryapmiz. Albatta kamchiliklarni ko'ryapmiz, to'g'rilashga harakat qilyapmiz, lekin o'yinlar ketyapti. Menimcha relsga tushishimiz kerak. Inshaalloh mana shu o'yin bizni relsga qo'yadi, chunki baribir Neftchi bilan ko'rsatishdi, bizda komanda yaxshi potensial bor. Kuch tarafdan ham, imkoniyat tarafdan ham bu uchrashuv ancha narsaga baribir anaqa qolgan. O'yinlarda albatta aytyapman, qattiqdir nimadir yetishmayapti, uni ustida ishlayapmiz. Bo'ladi shunaqa, qanaqadir komandada sifat bo'ladi yoki yangi o'yinchilar, qanaqadir situatsiyalar bor ichki muhitda. Uni to'g'rilayapmiz. Menimcha hammasi joyiga tushadi va albatta ikkinchidan uyga endi qaytyapmiz. Hammasi safar deydi. Baribir xohlaymizmi? Albatta bitta o'yin o'ynashingiz mumkin, ikkita o'ynashingiz mumkin, uchta o'ynashingiz mumkin.
Lekin постоянно o'yin o'rganda atmosferani qaranglar. Qanaqa dalda komanda uchun, Nefchi uchun. Hozir bu o'yin Namanganda yuk boshladi. Nefchi oxirida bunaqa balki bunaqa o'zi kuch topolmasdi, lekin baribir uyda o'ynayotgani komandani chorlaydi. Xuddi shunaqa biz hozir Agamkaga qarshi yoki Qizilqum bilan o'yinda albatta uyda shunaqa podдержкада bo'lganimizda biz aniq uni, chunki u birinchidan nari komandaga bosim, ikkinchidan o'zini komandasiga baribir anaqa beradi, xohlaysizmi yo'qmi, дополнительный kuch beradi. Biz deyarli endi hozir keyingi uchrashuv nasib bo'lsa uyda o'ynaymiz. Bu ham albatta maydon holatini kundan kunga yaxshilanyapti, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Shu menimcha o'shaning uchun qanaqadir skachoklar bor, baribir tribunani, muxlislarni sezgan odam baribir futbolchilar baribir boshqa harakat qiladi. Shu bizga bir ozgina vaqt kerak, buni tushunib turibmiz, chunki baribir 90% almashdi. Birinchi krugda almashdi, hozir yana kimdir ketdi, kimdir keldi. Komanda sekin tuzilyapti. Biz ham qarayapmiz unga imkoniyat, kimning darajasi qanaqa. Bu unaqa bir kunlik narsa emas. Oldik, ana qo'ydik, o'ynadik, reysga tushishimiz kerak bo'ladi. Bu ham biz to'g'ri yo'ldamiz inshaalloh. O'shaning uchun rahbariyat har taraflama buni tushunib turibdi, qo'llayapti. Hammasi joyiga tushadi. Bundan men aminman. Tashasa kerak, bilmadim, hali bizda issiq paytda o'tgan yillar ham bo'lardi bunaqa payt, karantindan keyin boshlangan narsa. Endi sovuq bo'lsa, menimcha otishsa kerak. Yana ham bilmadim, hozir endi biz ham baribir dunyo futboliga qarab harakat qilyapmiz. Ya, u albatta qayerdadir endi hozir ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zi o'yin tempida hamma yoqda qisqartiryapti. Oldin deyli jarima zarbasi bo'lsin, boshqasi o'sha varatar to'p kiritishi, hammasi hozir soniyaga qilgan. Tezroq boshlash kerak. Tempni ko'taryapti. Qayerdadir balkim kiritishga kerakdir. Chunki deyarli o'yin paytida unaqa katta anaqa bo'lmayapti. Faqat o'sha agar kimdir travma olsa, doktorlar chiqsa, u ham zararga ishlayapti. Komanda 10 kishi qolyapti 1 minut. Bu vashi mantiqsiz. Chunki u jarohat o'zidan yotmayapti. O'zidan o'zi yotganga uni tushunaman. Jazolasa bo'ladi komandasi. Lekin hatto normal komandasi urib travma qildiryapti. Og'rigandan keyin albatta berib qo'yish kerak. Qanaqadir mana shu momentlar balkim darabotin. В целом tem baribir to'xtalishlar kam bo'lgani uchun, sudyalar bergani uchun tem ko'tarilyapti. Pauza balkim kimgadir qo'l o'ynaydi, kimgadir zararga o'ynash ehtimoli bor. Bu o'zi komandani tayyorgarligiga va nima qilishiga bog'liq. Yana savol bor oxirgi. Agar umuman o'yinda olsa, albatta Nefchida ham birinchi bo'limda ayniqsa bir ikkita yaxshi epizodlar bo'ldi. В целом biz menimcha haqli edi bugun g'alaba uchun va albatta oxirgi soniyada standartdan gol qo'yib yuborganimiz bu albatta alam. To'g'ri, qayerdadir omadan biz tarafda bo'ldi, lekin bizda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Biz prosta 1-0 ligida yana urishimiz kerak edi, bo'ldi. Hamma hal bo'lardi. 1-0 baribir komandani ham tonusda tutadi. Oxirida endi standart menimcha o'zimiz xato qildik. Buni yaxshiroq o'ynasak bo'lardi bu situatsiya. Oxirgi soniyada yeganimizdan keyin albatta g'alaba qo'ldan ketdi desa bo'ladi. Agar ertaroq bo'lganda balkim boshqa bo'ladi. Timur aka, suhbat uchun rahmat. Jamolga keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat.